Vinland Saga. Bu qanaqa anime? Bu vikinglarning uzoq tarixi va uni so'ylovchi bosh qahramon Thorfinn. Hamma animelarga o'xshagan uni ham otasi bor edi. Otasi chiroyli, mehnatkash, muloyim va mehribon inson edi. Keyin nima bo'ladi? Uni Asklat degan yovuz inson o'ldiradi. Thorfinn uni otasini o'ldirgan Asklatdan qasos olishni xohlaydi va anime syujetlari shu davomida ketadi. Asklatni qulay vaziyatda o'ldirish uchun oldida yuradi va bir necha marta harakat qilib ko'radi, buyruqlarni bajaradi va o'z insonligidan voz kechish bo'lsa ham Asklatdan otasini qasos olish uchun bor kuchini sarflaydi. Bu anime inson tuyg'ulari qanchalik inson razillikka botganini ko'rsatadi. Thorfinn katta bo'ladi, o'z qasosini oldida u barcha insonlarni o'ldiradi, xoh yosh bola, xoh ayol qarab o'tirmaydi. Bu insonni qanday qabul insonligini ko'rsatib beradi. Xo'p, kelinglar animeni boshidan qaytsak, nima bo'ladi? Xo'p, azizlar, ekran qarshisiga yaqinlashib oling. Sizlar bilan anime videolar biz boshladik. Thor. Tanish oling, bizning bosh qahramonimizning otasi Thor. Xo'p, bu inson haqida ko'p gapirish mumkin. Kimlar uchun yovuz, kimlar uchun eng zo'r ota. Thorning asosiy do'stlaridan biri Li Armstrong. Ular ikkalasi yollanma askar bo'lib xizmat qilishadi. Xo'p, nimaga? Yollanma askarlar kim deganlar uchun bular pul evaziga boshqalarning urushiga qo'shiladigan insonlar. Bir kun yollanma askarlar urushni tugatib va ikkalasi Li Armstrong va uning otasi qaytib kelayotdi. Shu paytda dushmanlar tarafidan pistirmaga uchrashdi. Thor bu urush, odam o'ldirish, bu janglardan charchagan inson edi. U tashlab ketolmas edi qabilasini, chunki ayoli bor edi. Xo'p, ayolini olib tashlab ketaylik deylik, lekin vikinglarda oltin qoida bor. Jangdan qochgan o'limga teng. Xo'p, shuning uchun jangdan qochgan askarlarni o'ldiradi, oilasini, bolalarini, ota-onasini. Shu sabab necha ming sabr qildi, lekin bir kuni o'ziga va'da berib, u qochadi, o'zini o'lganga chiqarib. O'zini o'ldirganga solib dengizdan qochib ketadi va o'zini xotinini o'g'irlagani boradi va xotinini ham xuddi suiqasd qilgandek qilib o'g'irlab ketadi. Va u o'zini xotinini olib ketgandan keyin bitta qiz, bitta o'g'il farzand ko'radi. Ayolini ismi Helgen. Yo'q, bobomlar, boshqasini topisha olmaydimi bular? Xullas, mavzuga qaytamiz. Ularning farzandi yagona o'g'il va uning ismi Thorfinn. Xo'p, u qishlog'ida osoyishta kullardan biri edi. Hamma o'z tengi xatolaridek qiziq voqea va ertaklarni eshitadi. Kun kelib bu xotiralar ham abadiy qolmasligini bilsak edi, yaxshiroq bo'lasidi. Bu yerning nomi Vinland. Xo'sh, nima bo'ldi bolalar? Endi men haqimda yaxshi fikrdamisizlar?
Siz ajoyibsiz. Liv bobo. Keyin nima bo'ldi? Dog'o buni aytdi. Bu yer issiqmi? Islandiyadan kattami? Ha, albatta, bu yerdan anchagina katta va hamma yoq o'tloq edi. To'rs. Bu odam o'zini o'g'liga bunaqa o'zining kechirgan kunlarini ravo ko'rmas edi. U bir qishloqda, lekin juda baxtli yashashni xohlas edi va shunday ham bo'ldi. Ha, siz haqiqatan ajoyibsiz. Rostdanmi? Lekin Torfin u o'ylagandek bola bo'lmadi. Dunyo kezishdi, boshqa davlatlarni ko'rishdi va dunyoni sayohat qilishni xohlas edi. Lekin bu narsa uni otasiga yoqmasdi. Chunki otasi bu qiyinchiliklarni bolasi ko'rmaslikni xohlas edi. Lekin Torfin u erka bo'lib o'sasdi, dunyoni ko'rishni xohlasdi. Bu qishloqdan ko'p hayot bor va ularni ko'rishni xohlayman, dengizlarda suzmoqchiman deb niyat qiladi. Lekin otasi uni rozi bo'lmaydi. Torfin o'zini bolasi haqida ayoli bilan gaplashayotganini va unga bor haqiqatni aytishni xohlaganini aytadi. Lekin onasi uni qarshilik bildiradi. Shu paytda o'z qo'shnisi kelib qoladi. Yaxshimisan? Ha. Bolangga haqiqatni aytmoqchimisan? Yo bo'lmasam yo'lalasam hali yosh bola qilib, uning ko'ngli oq bo'lgani bilan bu hayot haqiqatini bilish kerak. Opa, tur o'rningdan. Ular o'zi nima deyapti? Chimyod. Otam qo'shni bilan gaplashyapti. Ko'rmayapsanmi axir? To'rs o'zini qizi bilan qor ko'rayotgan vaqtida, "Ey, unchalar ham sovuq emas, to'g'rimi ota? Bo'pti ota, men uydagi mollarga qaray, axir ketdi-yu bobom oldiga" deb yiqilib tushadi. Ota, to'xtang, men yumshoq tushdim. Tagda narsa bor. Axir bu inson. Yo'q, axir bu qul deb tukaydi. Bobo, biz kemada uchib kelganmizmi? Biz nimada kelganmiz o'zi? Yo'q, biz kemada kelmaganmiz. Unda nimada kelganmiz? Axir biz uchib kelmaganmiz-ku. Hali bu yer dengiz muzlaydi sovuqda. Biz muzlashda tagida qolib ketganmiz. Kunlar, oylar va ozuqamiz tugagan paytda biz mana shu yam-yashil jannatga o'xshagan jonni topganmiz. Yo'g'i, bu dengiz muzlaydimi axir? Hazillashmang. Onasi, keling, ha, nima bo'ldi? Tezroq issiq sho'pachalarni olib kel. Tezroq, yechintir. Ota, bu kim desa, bu qul. Qul nima desa, bobosi haqiqatlarni aytib bera boshladi. Bu dunyo qanchalik kengligini, qancha yovuz insonlar borligini, toki vikinglar haqida ham gapirib berdi. Odam shunchalik razilga borki, shuni ham aytib berdi. Sukut saqlanib qoldi. Siz yolg'onchisiz. Ota bobolarim hech qachon bu yerga qochib kelishmagan. Ahmoq chol. Siz ahmoq cholsiz. Ota!
Ota, bilasizmi? Lev bobom Xush kelibsan, Dolfin. Bu kim dedi. Bu qul deb opasi javob beradi. Tezda suvabki, xo'p ota. Yaxshimisiz? Men hayotda qola olaman. Tur, seni chaqirib kelishdi. Kemada. Chaqirib hozir boraman deb aytdi. Sizlarga aytyapman. Meni qo'limga kim bekitdi? Hozir hammani yo'q qilaman va hammani qul qilib o'zimga sotib olaman. O'zingni bos. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Hammani kerak bo'lsa o'ldiraman. deb boshlaydi. To'xtang, qo'yib yuboringlar, qo'yib yubor. Nima haqqing bor bizga yeb, iplos. To'xta. O'ldiraman. Ey bola, o'zingni bos, axir biz mehmondamiz. Uni ko'rdingizmi? Bu qayerdaman? Men qayerdaman? O'zini bunchalik xotirjamsiz qilmagandim. Ko'zingni och, qo'y. Ona, bobom qoldi. Shu yerdamiz sizlar. Mendan xavotirlanmang. Hammamiz turli joylarga sotildik. Lekin qayerdaman? Nega men? Dengizning ortida Vilen degan joy bor. U yer issiq va tinch joylar. Senga va'da beraman. Men seni ishga dafn qilaman. Bu kim? Ota, yur bolam, seni ko'chada ishim bor. Biz uni topib oldik, biz o'zimiz hech narsa qilganimiz yo'q. Kim tur? Qulni menga ber. Evazida hech narsa qilmayman sizlarga. Yo'q, bermayman. Ha, men qulni sotib olaman. 20 ta qo'y, 50 ta mol. Yaxshi. To'rs, yaqinda urushlar boshlanadi. Sizlar bilan ham bu animeni tugatib oldik. Hamma uchun rahmat. Iltimos, kamchilik bo'lsa kechirib qo'yasizlar. Like va podpiska uchun rahmat. Sizlar bilan anime videolar. Rahmat.